Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, do'stlar. Mana yana bir biznes sohasi, do'stlar. Xo'sh, uydan chiqadigan har xil chiqindi, po'choq, ovqatga ishlatilgandan keyin mana piyoz po'choq deysizmi? Har xil po'choqlar, chiqindi, отход. Ovqatga ishlatilgandan keyin chiqqan chiqindilar har xil. Keyin mana bunday qovoqlar. Bu narsa ko'pchilik uyida hayvoni yo'q insonlarda uylarida albatta musorlar to'lib ketadi. Har xil chiqindilar, mana bunday po'choqlar deysizmi? Mana bunga o'xshagan mana kartoshkani chirigan har xil sabzavot narsalar. Shularni albatta do'stlar, mana bunday narsaga go'ng, hayvonlarning go'ngi aralashtirib shunday tashlaysiz. Огородingiz 1 sotik, yarim sotik joyga ham bo'laveradi albatta do'stlar. Mana shularga aralashtirib tashlaysiz. Ya'ni tabiiy toza mahsulot, biogomus, organik o'g'it, biogomus yetishtirib olasiz. O'zingizni poliz ekinlaringiz uchun ham. Daromad qilmoqchi bo'lsangiz, buni sotib daromad qilsangiz ham bo'ladi. Mana shunday bizneslarni yo'lga qo'ysalaring do'stlar, uylaringdan chiqindilar chiqishi kamayadi. Ya'ni ko'pchilik salafonlarga solib achib ketadi, sasib ketadi. Shularni oldini olasizlar do'stlar. Shunday organik, tabiiy mana bunday biogomuslarni yetishtirib chiqaradi. Bu degan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglarimiz qayta ishlab, tabiiy organik o'g'it ishlab chiqarib beradi do'stlar. Shuning uchun bemalol shunday chiqindilaringiz bo'lsa, mana shularga tashlasangiz, mana do'stlar, biogomus. Buni poliz ekin deysizmi, gulmi, har qanday ekinlarga juda ham katta foydasi bor. Mana bitta isboti. Erta bahor suqib qo'yganmiz uzum ko'chat biogomusni bir chetiga. Mana do'stlar, bu yildan keyin xudo xolasa soladi. Bu erta bahorga ichkaldak ko'chatini suqib qo'ygandik mana shu joyga. Mana bu yildan keyin mevaga kiradi. Do'stlar, ko'pchilik qanday narsa bu deydigan bo'lsa, mana do'stlar, mana bu Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglarimiz mana shular qayta ishlab tabiiy organik o'g'itini chiqarib beradi. Mana bunday anor po'choq deysizmi, nima bo'lsa yuradi bular. Bular faqat shisha, salafandan boshqa borki, temirdan boshqa narsani hammasini poqqas tushiradi. Assalomu alaykum biogomus ming bilod YouTube kuzatuvchilar va obunachilarimiz. Barchalaringga xayrli kun. Mana bugun 30-oktyabr sanasi reaktorlarimizni ko'rsatib o'tamiz va elash jarayoni. Xo'sh, mana bu yerga mana yangi ozuqa solganmiz. Mana do'stlar, 1 yil 9 oy deganda elashni boshladik. Mana xuddi mana shu yangi solingan ozuqamizni bu yildan keyin xuddi mana shu paytda elashni boshlaymiz. 1 yil mobaynida turadi biogomuslarimiz do'stlar. Toza edi albatta. Sifatli biogomuslar chiqarishga harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Biogomuslarimiz 1 yil turgan, mana bular ham mana elash jarayonimiz, mana biogomuslarimiz. Kim murojaat qilsa biogomuslarimizni yetkazib beramiz. Mana biogomuslarimiz. Qo'lanib ketyapti. Bu yerga mana yangi ozuqa solganmiz, 2 ta reaktorning o'rtasiga ko'chirish uchun. Mana yangi ozuqani ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Ya'ni cho'lchanglarimiz o'tyaptimi, yo'qmi? Mana o'tishyapti ekan. Albatta. Mana biogomusimiz.
Bu yoqlarini ham ko'rsatib o'tamiz mana. Salga qo'lanib ketyapti. Do'stlar, mana qo'lanib ketyapti. Toza ekan, sifatli biyagomislarimiz. Manzilimiz Namangan viloyati Mingbuloq rayoni Sho'rsuv qishlog'idamiz, do'stlar. Albatta murojaat qilish uchun telefon raqamlarini opsiyada yozib qoldiramiz. Xo'sh, do'stlar, videoni o'tkazavermas uchun obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib videolarimiz yetib borishiga va ko'pchilik ko'rishiga o'z hissalaringni qo'shgan bo'lasizlar. Mana dehqon akalarimiz uchun bemalol murojaat qilaverasizlar, do'stlar.